yaqiningizni haqqiga bir dona xurmo daraxtini vaqf qilsangiz 60-70 yil davomida ularning haqlariga ajr savoblari yetib olib turadi. Olisdagi yurtdoshlar, ota-onangizga, ayolingizga, umuman yaqiningizga qanaqa sovg'a berishlik haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, agar siz ularga telefon, tillozirak yoki soatlar, qimmat narsalarni sovg'a qilib bo'ldingiz, lekin yana nimadir bersam ta'sirli, chiroyli chiqadi desangiz, ularning haqlariga bir dona mana xurmo daraxtini vaqf qildirsangiz bo'ladi. Bu har qanday sovg'angizdan uzoq yillarga ketadigan sovg'a hisoblanadi. Bu shunaqangi sovg'aki, sadaqaye joriya bu. Ya'ni har qanday sovg'a bersangiz yaqiningizga 2 yildir, 5 yildir, to'yinki 10 yil ishlatar. Lekin siz agar yaqiningizni haqqiga bir dona xurmo daraxtini vaqf qilsangiz, 60-70 yil davomida ularning haqlariga ajr savoblari yetib olib turadi. Shoshilinglar, ushbu xurmo daraxtini vaqf qilishlik bo'yicha menga aloqaga chiqinglar, sizlarga to'liq tushuntirib beraman va ushbu yaqiningizga mana shu Madina Munavvarada chiroyli bog'larda ularga video tabrik qilib, bu xurmo daraxtini to'liq holatda ularga qanday vaqf bo'lishliklarini tushuntirib beraman. Juda ham xursand bo'lishadi. Va albatta obuna bo'ling va yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Albatta ularga ham manfaatli bo'ladi.